tutadg'u bilik. Ölüm tutmasa, kişi daim salomat yursa, bu beglik işi nima degan obdan ish bo'lar edi. Agar kishi qiyramasdan yashasa edi, yigitlik kunlar qanchalik go'zal bo'lgan bo'lar edi. Aligning oy to'ldig'i javobi. Alig aytdi: "Ay to'ldi. Bu so'zlarni qo'yg'in. Ey tuz ko'ngil, bundaq so'zlarni so'zlamagin. Hamma kishi kasal bo'ladi, ham yaxshi bo'ladi. Ey qudratlik, bu kasal yolg'iz sang'ili kelgan emas. Nemishqa tilingdan xunuk gaplar chiqadi? Nemishqa o'zingcha ko'nglingni buzasan? Men sening bilan ovunib yuratdim. Buningga e'tiroz bildirayotgandek, so'zlaring boshqacha bo'layotdi. Xudoyim yaxshi qilg'ay. Bundoq so'zlarni qilma. Ko'nglimga o'tliq tugun sanma." Oy to'ldining alayki javobi. Oy to'ldi aytdi: "Ey baxtlik Ali, bu kasalning davosi yo'q, dori izdima. Kimki tug'ilgan ekan, o'lishimi kerak. Nimiki ko'tarilgan bo'lsa, tushishi kerak. Ko'tarilishning tushishi bor. Egizlikning tövini, xushalliqning qayg'usi bor. Ochiqning tatligi. Yana sana mijazim turoqsiz, o'zim o'zgarichan deb bu so'zimni aytgan edim. Bu mening qiliqimni sana tushundirganim edi. Aslida menga ko'ngil bog'lamasligim kerak edi. Men ketaman. Buningga sen shubhilanmagin. Tug'ilgan o'lmaydi desa chimpitmagin. Ishonchsiz deb endi meni so'kma. Dunyoga ishonma. U seni tashlab ketadi. Jafo qildi deb sen meni ayblama. Bu dunyo sana mendinmi bakrak jafo qilg'uchidir. G'ofil bo'lma. Mendan keyin senmi o'lasan. Bu dunyoga ishonma. Chimpitib go'l bo'lma. Xizmat ko'rsatmagan cheg'imdala meni qadrlagan eding. Ey Ali, qani sana qanchalik xizmat ko'rsataladim. Mening o'lmikim tilak orzuyim emas. Kelib ketmikim bugunli bo'layotgan ish emas. Men erksiz holatda qiynalib o'lib ketyapman. Chunki tiriklik tilab qutulg'adak yerim yo'q. Yo'q edim, Xudo meni yaratdi, yetishtirdi. Kichik o'g'lon edim, u meni cho'ng qildi. Sedam yuzlik edim, soqol chiqadi. Qora quzg'undek edim, oqqudek chal qildi. Qaddim o'qdek edi, qaddim egildi. Tiriklikim tugidi, vaqt soatim to'shdi. Bilimi kang dona nayt yaxshi aytgan edi. Ey xushchiroy, buni sen angla. Qaysi bosh oqqu qiyofatiga kirsa, u kishi ko'nglini oqqudek oq qilsin. Kimning tuz toldek qaddi pukilgan bo'lsa, u ko'nglini tuzlasin, vaqti keldi. Qora chach soqol oqargan bo'lsa, pistirmida turgan o'limga to'liq hozirlanishi kerak. Buningga taqlid qilib shoir bu so'zni aytdi. Ey yaxshi inson, buni sen anglag'in. Qora chashning oqarg'ini o'limning elchisidir. U tirik kishiga hayotni azizlashtiradi. Ko'p ne'matlarni yeding, hayot lazzatini tetiding. Ko'p bexastalik qilma, endi senimi o'lim yeydi. Aligning oy to'ldig'i javobi. Alig aytdi: Ey oy to'ldi, oldirma, sabr qil. Kasallik keyin gunohlaring uchun badal bo'ladi. Kasal bo'lganlarning hammasi o'ladigan bo'lsa, dunyoda rizq yeydigan kishilar muqammagan bo'lar edi. Xudo seni bu kasaldan yaxshi qilg'ay. Ruhingni tushirma, xotirjam tinch yot. Ali so'z boshlab duo qildi.
qo'lini ko'tarib Allohdan shifolik tiladi. Xafaliq va alam bilan u yerdan chiqdi. Ko'ngli ma'yus holda sarayga kirdi. Kambag'allarga ko'p mol dunyo ulashtirdi. Uningga foydasi bo'larmikin deb o'yladi. Agar kumush o'limdan saqlab qololisi edi, kishilar kumushni o'zi uchun badal qilgan bo'lar edi. İnsan o'limga birar badal qila olgan bo'lsa, el boshqurg'ichi podshohlar badal berib o'lmagan bo'lar edi. Qara, Oyitoldining kesili ig'irlashdi. Umidsiz bo'lib, jinidan qo'lini yuvdi. O'kinib dedi: "Est hayot. Seni behuda o'tkizdim. Est güzellik. G'aflatda umr kechirdim. Yigitlikimni behuda o'tkizib etdim. Men o'zim hayotga qarab qochgan bir qochoq edim. Ajal tutib yeb mangdi. Sözümning nima foydasi bor? Oshko'zlik bilan dunyo melini to'pladim. Mol dunyo qelyotdi. Bugun yo'qsizlik bilan ketyapman. Qo'l va tilimni ortiqcha uzatgan edim. Endi o'lim kelib tutdi. Mana nafsimni qisdi." Oyitoldi shundoq o'kindi, ko'p yig'ladi. O'kinishi o'limga foyda bermadi. Bu inson o'g'li nima degan ojiz ha? Tiriklik kunlarini tiliginidek o'tkazolmaydi. İnson tiligiga erishsa hayot yashayamaydi. Hayot bo'lsa tiligiga yetanmaydi aytana. Ozroq yaxshilikqa yetishsa o'zini unutuydi. Sözünü yeşil köktün üstün çağlaydı. Mertebe kazansa mağrur, kören bulup aladı. Ölüm tutkanda oygunudu ve ökünç bilen ölüdü. Yep toysa kılıkları buğradek buludu. Eğer karnı açsa bilip durup zehrini yeydi. Külpettin kaçıdı, rahatga egişidu. Söygünüge yetidu, yetkendan keyin yana voz kechidi. Oyitoldi o'kindi. Cho'nqur tinib aytdiki, "Men to'g'ri yo'limni yo'qotdim. Bu oltin kumushlarni nima uchun to'plagan bo'g'iydim? Nemishqimi kambag'allarga ulashtirib bermadim? Bu yaxshi ishlarni nima uchun tashlab qo'ydim? Gunohsiz kishilarni nima uchun aybladim? Burunla jimi yaxshiliklarni qilishim kerak edi. Ular keyin menga shubhasiz foydali bo'lar edi. Bugun bu o'kinishlarimning nima foydasi bor? O'lim tutdi, nafsim bilan so'zimni kesdi. O'tkir ko'zlik, kishiga sodiq, to'g'ri so'zlik nima deydi, angla. Bütün nefes ağuçlar üçün ölüm bir işikdir. Hayat yürgenlerinin hemmesi bu işikki kiridi. Hayat nime-yu, ölüm nime? Qayaqdan keldim, qayaqqa yol aldım. Nemişqi ölüş üçün toğuldum. Yığı körüş üçün nemişqi küldüm. Dünyada ölümdün qattiq nemi ba? Her bir tug'ilgan kishi shundoq deb o'ladi. Buningga taqlid qilib shoir shu so'zni aytdi. Buning ma'nosini tushunsa, kishining ko'zi ochiladi. Dunyoda o'limdan qattiq nima bor? O'limni o'ylasang, barliq lazzat ketadi. O'lim tuvi va cheki yo'q bir dengizdir. Sinchilab qarasang, tuvi yo'q cho'nqurliqdir. Ölümni bilgüçi özü g'aflatga tushsa, ölüm tutqanda söz bilan birer nap alanmaydı. Halovatga berilib g'aflatga tushganlar, ölüm tutqanda o'yg'unudu-yu, amal qilishga kuch yetmaydi. Nurg'un mol dunyoga to'ymagan ko'zi och kishi ajal kelganda pushaymon qiladi, chora qilolmaydi.
Mağrur kishi o'tkinchi davlatiga shodlanib mag'rurlanadi. Bo'z yer qetig'i kirganda yurakini pora qiladi. Shodliqlarga ovunib kulguchilar yig'lashqimi tayyorlang'uliq, ey o'lguchi inson. İdraklik va bilimlik kishi nima deydi, angla. Bu so'zga amal qilinsa foydasi tegadi. Oxiratda o'ziga yaxshi o'rin tilguvchi har ikki dunyoda yomonlik qilmasin. Ey xushbe'il kishi, yomonlik qilma. Bugun so'zing va harakatingda yaxshilik qilgin. Bu oy to'ldi, o'kinib ko'p yig'ladi. Amdiki o'kinishi foyda bermadi. Kambag'allarga oltin kumushlarini ulashtirib berdi. Qarindoshlarga ko'p vasiyatlar qildi. Ko'zini ko'kka tikib dediki, ey egam, men sendan boshqa bir tangrini bilmadim. Meni yaratding, yetishtirding va o'stirding. Bu sening fazling edi. Buni tushunaman. Men o'zimni sana sig'ingan edim. Mana bu ajal keldi. So'zimni kesdi. Qutulg'idek yerim yo'q. Hoshimni yo'qotdim. Endi sening rahmeting yordamchi bo'lsin. Nodonlik bilan ko'p yomonliklarni qildim. Ey aziz Tangrim, mehri shafqat bilan meni kechirgin. Est hayotim behuda o'tdi. Est zamonimni va baglikimni boshqa o'tkazib etdim. So'zini tugatdi, bir oz o'ylanib turdi va o'g'lini ko'rib ko'z yoshi iqitdi. İrfan elektron şirketi turlik lug'atlarni chiqarib til boyligingizni oshiribla qolmay, bu xil asarlar bilan odam bo'lishning epini o'gitib, dil boyligingizni ovundirmoqchi. 21. Aytoldining o'g'li o'gdilmishga pand nasihat qilganligi aytiladi. Aytoldining birla o'g'li bor edi. Bu o'g'lining yeshi kichik edi. Eti o'gdilmish, asli pok edi. Chiroyi ko'rkam, mijoz xulqi oliyjanob edi. U o'g'lini o'z yeniga chaqirdi. Tutib quchoqladi va ko'zidan eqindek yosh to'kdi. U dedi: "O'g'lim, mana endi o'lib ketaman. Bu o'rnim va barliq mol-mulkim sana qoldi. Ko'zimning nuri sen eding. Endi sendan ayrilib o'taman. Sen yaxshi qol." Bu turk vaziri qandoq yaxshi aytgan ha? O'g'il qizni ko'rar ko'z nuri deb bil. O'g'il qizning g'imi tupsiz dengizdir. Qizil yuzni o'g'il qizning g'imi sarg'aytidi. Kimning o'g'il qizi va xotuni bo'lsa, u kishining qandoqmi uyqusi kelsin. O'g'il qiz tufaylidan ota zahmat chekadi. O'g'il qiz bo'lsa, otasining etini atamaydi. Aytoldi dedi: "Ey o'g'lim, quloq sol. Sözümni unutma. Manga ko'ngil qo'y. Manga qara. Men sening otang edim. Etim Aytoldi edi. Endi manga baq." Bu Aytoldining umri to'shdi. O'kinish bilan nola qiladi-yu, uning foydasi yo'q. Hayot shirin, o'lim bo'lsa achchiqdir. O'lim menga tayyorlandi.
Emdi kaçar yolum qayadı. Bu dünyaya könglimni berip avundim. Qara, u menden bezip vaba qilmadi. Meni dünya aldı de. Söyüp özüge çaqırdı-yu, köngül berip edim, tezli yüz örüdü. Dünya japa qildi. Bu baxt qeridi. Senimi aldı mısın? Bu sözge işan. Zörür işlerimning hammasini yadi qo'yib, havasga berilib, keraksiz ishlarni qildim. Hayat xuddi bo'rondek o'tib ketdi. Endi o'zimga ichinib foydasiz nola qilib o'taman. Para yoki mol berish bilan ishim o'ngshalmaydi. Bugun qo'limdan tutib yo'l ko'rsatgudek kishimmi yo'q. G'aflatdan uyg'ongan ve ölümni to'liq tushunib bilgan kishi nima deydi? Angla. Ölümni ko'rib, dononing bilimi ketdi. Aqlning aqli yo'qab, aqlidan qoldi. Bu ölümning tirnaqi nima degan yovuz? Ölümning kishini yiqitmaqi nima degan ashaddi? Yasadaq saroyni buzg'uchi o'limdir. Barliq yig'ilganlarni chashquchi o'limdir. Şiir to'qig'uchi buningga taxlidan bir so'zni aytdi. Ey bilguchi, sen buni o'qig'in. Dunyoda hiyla qilg'ili bo'lmaydigan nima bor? Chora qilg'ili bo'lmaydigan qandoq hiyla bor? Har qandoq narsaga birli hiyla, chora tadbir bor. Faqat o'limga hiyla yo'q. Ölüm hilisizdir. Ögdülmüşning ay tolduğu suali. Oğul atısının sözünü anladı. Atısı yüzlenip söz açtı. Dedi. Ey ata, sana bir sözüm var. Onu aytay, sen bana cevap bergin. Bu dünyada köp yaşadın. Bilim öğendin, fazilet ve hüner igiledin. So'rading, anglading, hamma narsani o'rganding. Ko'pni ko'rib, tajribalik bo'lib yashading. Qandoq bo'lmasin, o'limga birar tadbir bormi? Ey zirak olim, agar bo'lsa, uni o'zingga ishlat. Agar boshqa bir hiyla amal bo'lmasa, barliq xazina melingning hammasini ulashtir. Xazina ve mal beşinge bedel bolalasa, esen aman bol, altın kümüş yana tepiladı. Közü toq, başqalağa aş tuz beradigan sexilanın xili nima deydi? Angla. Melingni kishilarga ulashtir, 100 gün, ish kuzgin. Meling seni tugatguncha, sen melingni tugat. Kishiga esallik kerak, mal kemiyib qolmaydi. Qush uchun hayot kerak, don kemib qolmaydi. İnsanlar hayotli bo'ladi ekan, orzu tilika bo'ladi. Jon teni amon bo'lsa, orzusiga yetadi. Aytoldining o'gdilmishki javobi. Aytoldi javob berib dedi. Ey o'g'il, sözümni angla. Bu ishdan voz kech. O'limga oltin kumush foyda bermaydi. O'limni bilim yoki idrok to'sib qololmaydi. O'limni dunyo meyli to'sib qololisi edi. Baglar begi o'lmagan, davomliq yashagan bo'lar edi. Hakimlarga hikmatlari foyda qilmadi. Donolarga bilimlari yordam berolmadi. O'limga dora va davo foyda beralisi edi. Tevipla abadiy hayot yashagan bo'lar edi. O'lim kishiga 100 xotira qilsa edi, muborak payg'ambarlar o'lmagan bo'lar edi. Tug'ilgan tiriklarni o'lidi deb hisobla. O'lim uchun tug'ilganlardan kim tirik bor qoldi? Bu dunyo bir o'tingdirki, kaganlar ketadi. Yeb to'ymas ajdarhodek yegan siri echirqaydi. O'gdilmishning ay to'ldig'i javobi. O'gdilmish angladi va dedi.
Ey ata, o'limingni yaxshi tushunib yetgan ekansan. Nima uchun hayotini zoya qilib g'aflatda yashading? Endi nima uchun nola qilib pushaymon yeysan? Qoladigan bu mol dunyoni nima uchun to'plagan eding? Ortiq mollaringni nimishqa ulashtirmading? İnsan o'zi g'aflatda yashagan bo'lsa, o'ziga o'kinsin, o'zini ayblasin. Ey ata, bugun o'kinib nola qilib, ming martam boshni yaga urishning nima foydasi bor? Aytoldining o'gdilmishga javobi. Aytoldi dedi. Ey o'g'lim, angla. Meni ko'r, g'aflatda bo'lma, oxirat ishini tut. G'ofillik meni xarob qildi. O'kinmoqdaman. Hushyor bo'l, g'aflatda yurma ey chiroyligim. Tug'ilganlarning hammasi o'lish uchun tug'ilgandir. Har qancha urinsimi, oxiri o'lim majburiy ep ketadi. O'lguchi kishilarning hammasi vaqtning tutqunidir. Vaqti yetganda qarig'inki oyig'ini qimir qilolmaydi. Shoir buningga taqlid qilib bir so'zni aytgan. Agar tushunsa, bu mukammal so'zdir. Har narsaning bir vaqti bor, kuni belgilikdir. Nafas elib tinishning soni belgilikdir. Yil, oy, kunlarning o'tkinidek umr o'tadi. Aniqki, o'tayotgan kunlar senimi ep ketadi. Oy to'ldi, yana shundoq dedi. Ey o'g'il, men qaysi ahvolda ketayotaman? Menga qarab o'yg'on. O'ylaydiganim faqat senla. G'am bilan ketayotaman. Bugun mendan kichik ayrilib qelayotasan. Mendan keyin qandoq ahvolda bo'lasan? Mening bundan boshqa g'am andisham yo'q. Balaga otining amgiki singan bo'lsa, o'g'lining mijoz xulqi obdan bo'lib yetishidi. Ota o'g'liga qattiq qo'l bo'lsa, o'g'li yaxshi bo'ladi. Ota onasining yuzi yo'riq bo'ladi. Agar qattiq qo'l bo'lmasa, o holda o'g'il zoyi ketadi. Undoq o'g'ildan voz kech. O'g'li bo ota olim zerak bo'lsa, o'g'lini doim qattiq tutishi kerak. İşning chorasi mushu. Beshidan ko'p ishlarni kechirgan, yeshi yetgan o'g'illik kishi nima deydi? Angla. Kimning o'g'il qizi erki bo'lsa, u yig'laydi va qayg'u hasratlik bo'ladi. Ota bolani kichigidinla bo'sh qo'yib etgan bo'lsa, o'g'ilda gunoh yo'q, ayb otada. O'g'il qizning mijoz xulqi yomon bo'lsa, bu yomonlik qilgan o'g'lini yaxshilikdan mahrum qilgan otasi bo'ladi. Ota o'g'liga qattiq qo'l bo'lib uni o'qitsa, o'g'il qizi yetilib cho'ng bo'lganda so'yinadi. Ey ota bo'g'ichi, o'g'lini qattiq tut. Keyin kelar sendan kulmasin. O'g'il qizga fazilat, bilim o'rgatish lozimki, shu fazilat bilan xuy payli go'zal bo'lsin. O'gdilmishning oy to'ldiga javobi. O'gdilmish javob berib aytdi. Ey ota, sening qayg'ungni yeb, ko'yib yonmoqdaman. Seningdan keyin menmi yashamasam edim. Sening qayg'ularingni ko'zim ko'rmasa edi. Mehribon egam, sening o'rningda mening jinimni olsa, menga bu qayg'ularni ko'rsatmasa edi. Agar unda qilmay sana ajal yetsa, demak bu ajal azalda shundoq putilgandir. Nima uchun qayg'urasan? Nima uchun yig'laysan? Xudodan hukm keldi, yig'lashni qo'y. Agar dunyo davlat qoladiganligi uchun yig'lagan bo'lsang, yig'lama. Bundoq zorlanish bo'lmaydi. Agar bu nozi ne'matlar qog'ini uchun yig'lagan bo'lsang, qo'y, yig'lama. Sendan avval ko'p dunyo yiqqanlar faryod chekib uni qo'yib ketdi. Bu vafosiz dunyoning
oxiri jafo qilishini bilatding, o'zing g'aflatda o'tding. Barcha mol dunyo bir kishiga jam bo'lsa-mu, dunyo qoladi. Uning o'zishiga ikkili bo'z ketadi. Agar hayoting uchun o'kingan bo'lsang, o'kin. Tinmay yig'la, ko'zingni yoshdan quritma. O'tgan kuning yana yenib kelmaydi. Nima bo'lsangmi, endi tuning yiqillashdi. Bu qayg'u g'amlaring men uchun bo'lgan bo'lsa, g'am qilma, balki xushal bo'l. Sen yaratilgan eding, yaratilganlar o'ladi. Yaratilgan o'ladi-yu, yaratgan qoladi. Naiti mehribon sehi otam eding. Ammo yaratquchi seningdinmi mehribondir. Seni o yaratdi, sana baxt berdi. Manga bermasmi? Bu so'zga ishon. Qadrsizga qadr qimmat uningdan tegadi. Uning xolishi bilan kichikka ulug'liq keladi. Sapsasang aqlliqning so'zi buningga o'xshaydi. Aqlning bu so'zi aqlsiz uchun ko'zdir. Azizlarga izzat ko'rsatkuchilar haqiqiy aziz bo'ladi. Shunga izzat va azizlik qadrlikdir. O qadrsizga qimmat, kichikka ulug'liq, yomonga yo'lanchoq, cho'ngga yuksaklikdir. Oy to'ldi, o'g'lining so'zlarini angladi-da, qo'lini ko'tarib, ko'zini ko'kka tikdi. Xudo o'g'liga aql farosat berganligi uchun Xudoga ko'p shukr madhiya aytdi. Oyto'ldining o'gdilmishga javobi. Oyto'ldi aytdi: "Ey o'g'lim, endi ko'nglim xotirjam bo'ldi. Xudoning fazli bilan baxt ichida yasha." İdraklik kishi to'g'ri aytganki, bu so'zga diqqat qil. Uning ma'nosini tushan va yaxshi zehn qo'y. Xudo kimga aql, idrok, bilim bersa, u butun orzu armonlarga qo'l yetkazadi. Kimning qiliqlari yaxshi, mijoz xulqi durust bo'lsa, u butun tilaklarga yetadi, oy kuni parlaydi. Yaxshi qiliq nurg'un yaxshiliklar uchun sarmoyadir. Mijoz xulqi yaxshi bo'lsa, ming turlik shodliklarga erishadi. Oyto'ldi, yana qo'lini ko'tarib, Xudoga ko'p hamd sano aytdi. Dedi: "Ey egam, sen hamma narsani yaratding. Sonsiz jonliqlarni rizq bilan parvish qilding. Meni yaratding va baxt ichida yuksaltirding. Men sening gunohkor, toatsiz past bandangman. Shu vaqtgacha menga ko'p yaxshilik qilding. Ko'p orzularimga yetkizding, mol dunyo va ne'mat berding. Butun orzu ne'matlarning hammasiga erishdim. Ey yaxshi egam, men sendan xushallik topdim. Menga hukming keldi, mana ketyapman. Birli o'g'lim bor edi, uni tashlab ketyapman. Ota edim, endi bu ota o'ldi. Egam, hayotsan, uningga baxt bergaysan. Uni halovatga yaqin, balodan yiroq tut. Har ikki dunyoda uningga yo'l ko'rsat. Yomondan saqlab, yaxshiga erishtir. Yemak ichmak, kiyim-kechakka muhtoj qilmag'in. Chin ko'nglidan berilib yaxshi duo qildi. Ey yaxshi duo, sen balodan qutuldur. Taqvodor kishi nima deydi? Angla. Taqvodor kishi kishilarni boshlig'idir. Xudo kimga inoyat va yordam bersa, u kishi har ikki dunyoda baxtli bo'ladi. Qaysi bandasiga Xudo yor yo'lak bo'lsa,
u ikki dunyoda tilikiga erishidi. Kimga bo'lmasin Xudoning fazli nisb bo'lsa, u barliq orzusiga yetib, ne'matlarga erishidi. Aqlli kishi buningga taqlid qilib bir so'z aytgan. Kim aqlning so'ziga amal qilsa, ishi yurishidi. Tangri kimni asrasa, u asriladi. Tilikini topidi va yaxshi ne'matlarga yetishidi. Qaysi banda Xudoga ishonsa, o'ziga keladigan qayg'u baloning darvozasini taqaydi. Oy to'ldi, yana shundoq dedi. Ey o'g'il, shuni bilgin. O'limingni unutma, o'ylan va hushyor bo'l. Tiriklikka ishonma, u shamoldek o'tib ketadi. Bexud bo'lma, bu dunyodan tezlik ketasan. Men seni tamamen Xudoga topshirdim. U xolisi asraydi, halovatga erishtirdi. O'kinish ichida ho'ngrab yig'lab, "Mana bugun seningdan ayrilib o'taman. Mendan keyin sen nima qilishing kerakligini bilginimcha aytib beray, angla." 22. Aytoldining o'g'li o'gdilmishki nasihati. Ko'ngil tilingni to'g'ri tut, Xudoga sig'in. Bexud bo'lma, atki ishingga hozirlan. Bilginki, har qanday yaxshilik, yomonlik Xudoning hukmidir. Xudoga ishon, uningga ibodat qil. Nima lozim bo'lsa uningdan tila. Bilginki, sana madad bo'ladigan uningdan boshqa kuch yo'q. Uning amri qandoq bo'lsa, uni qadrla. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هي على الصلاة هي على الصلاة هي على الفلاح هي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Tangri seni bugün ve ati aziz kılıdı. Yürüş duruşta doğru bol, hatalık sadır kılma. Dilin ve tilingni kichik tut, çoğun sözleme. Men bir muncha yaşadım. Emdi ketayotaman, o'ylan. Dünya bana nima qildi? Buningga bir bak. Mal dünya üçün özüngni o'tqa atma. Boshqalarning meylini olma, zo'rlik qilma. Men to'plashni bildimu, yeyishni bilmadim. Kunim o'kinish bilan o'tdi. Buning foydasi bo'lmadi. Melim sana qoldi. Bu menga bir yük edi. Rahatda uni yetib ye, shodlik bilan huzurlan. Toplangan mal dunyolaringni tutishni bilsang, ikki dunyoda yuzingni yo'riq qiladi.